Assalomu alaykum. Bu videorolikda mexanik transmissiyaning turi, tuzilishi va vazifasi haqida gaplashamiz. Hozirgi zamonaviy ichki yonuv dvigateli bilan jihozlangan avtomobillarda kamroq, ammo millionlab turdagi avtomobillarda hozirgacha mavjud. Ushbu videorolikda old yetaklovchi transmissiya turini tanladik. Transmissiya dvigateldan chiqadigan harakatni g'ildiraklarga yetkazib berguncha bo'lgan qismlari kiradi. Old yetaklovchi transmissiyada birinchi ilashish nuqtasi, uzatmalar qutisi va differensiallar kiradi. Ilashish nuqtasining vazifasi. Ilashish nuqtasi avtomobil joyidan qo'zg'alganda va avtomobilning harakati davomida uzatmalar qutida pog'onalar almashtirganda dvigatelni tirsakli valini transmissiyadan qisqa muddatga ajratib turish va keyinchalik ularni ravon qo'shish uchun xizmat qiladi. Ilashish nuqtasi mexanizmining asosiy detallari yetaklovchi va yetaklanuvchi disklardir. Yetaklanuvchi disk uzatmalar qutisining yetakchi valiga mahkamlangan, yetaklovchi disk esa dvigatel tirsakli valining mahavigiga bikir qilib biriktirilgan. Yetakchi va yetaklanuvchi disklar bir-biriga siqilganda ular o'rtasida ishqalanish kuchlari hosil bo'ladi va dvigatelning tirsakli validagi buruvchi moment uzatmalar qutisining yetakchi valiga uzatiladi. Dvigatel tirsakli valining buruvchi momenti ilashish nuqtasiga nomutassil uzatilish natijasida, shuningdek avtomobil notekis yo'llardan yurganda yoki ilashish nuqtasini qo'shish jarayonida, ayniqsa uning pedalini birdaniga qo'yib yuborishda, kuch uzatmasida buruvchi tebranishlar va turtkilar juda katta darajada sodir bo'ladi. Bu esa o'z navbatida kuch uzatmaning tarkibidagi mexanizm detallarining, ayniqsa shesternalarning va kardanli uzatma sharnilarining turtki bilan ilashishiga va natijada ularning tez yeyilishiga yoki sinishiga sabab bo'ladi. Bu kamchiliklarni bartaraf etish uchun ilashish nuqtasining, yetaklanuvchi diskning, o'zak disk, buruvchi tebranishlarining tebranish darajasini pasaytirib, salbiy ta'sirni kamaytiradigan so'ndirgich prujina bamfer qo'yiladi. Diafragmali prujina erkin holatda doiraviy qavariq shaklga ega bo'lgan disk bo'lib, uning devorida ichki doiraviy qirrasidan tashqi doiraviy qirrasi tomon bir necha radial kesiklar ishlangan. Diafragmali prujina ilashish nuqtasining qobig'ida doira bo'ylab joylashgan parchin mixlar va ikkita tayanch halqalar bilan mahkamlanadi. Ilashish nuqtasi qo'shilganda diafragmali prujina yetakchi diskni mahavik tomon surib, yetaklanuvchi diskni siqib turadi. Ilashish nuqtasi pedalini bosganda bosh silindr porsheni silchib, naychalar bo'yicha suyuqlik oqadi va ish silindrida bosim oshadi. Natijada ish silindri porsheni siljiydi va turtkich shtok orqali ilashish nuqtasining uzish vilkasiga ta'sir qiladi. Vilka esa o'z navbatida tirgak podshipnikni silchitadi va ilashish nuqtasini uzadi. Tortish prujinasi ta'sirida pedal dastlabki holatiga qaytadi, ish silindri turtkichi bo'shaydi va ilashish nuqtasi ulanadi.